Bugun biz hammaga qiziq bo'lgan korzinkada bir kun ishlab ko'ramiz. Qani bo'lmasa, tettu. Eng katta magazin seti hisoblangan korzinkada biz 3 xil lavozimda ishlab ko'ramiz. Ishxonani pluslari ancha ko'p ekan. Ikkinchisi menda tekin taksi xizmati va betam korzinka nomidan bo'ladi. Birinchi bo'lib biz sotuvchilikda ishlab ko'rdik. Forma rangi qizil bo'ladi. Ishlari bo'lsa, polkalarni har doim to'ldirib turish, mijozlarning savollariga chiroyli muomala bilan javob berish va xizmat ko'rsatish hisoblanadi. Aytgancha, shu videoda agar 15 ming ta layk yig'iladigan bo'lsa, biz qassob, novvoy va starchi lavozimlarda ham ishlab ko'ramiz. Ikkinchi lavozimimizga keladigan bo'lsa, bu kassirlik. Forma rangi oq bo'ladi. Bu yoqda sizlar tez-tez harakat qilib, odamlarning o'chirtini kamaytirib turishingiz kerak bo'ladi. Va albatta hisob-kitobda ham kuchli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa yengilga yaqin shunaqa shapkalarni ham kiyib olasizlar. Bizlar qornimiz ochgandan keyin sekin ovqatlanib oldik va yana ishga tushib ketdik. Uchinchi lavozimimizga keladigan bo'lsak, bu skladda ishlaydigan ishchi. Forma rangi seri bo'ladi va bu yoqda sizlar birinchi navbatda mahsulotlarni so'rovga qarab turishinglar va har doim joy-joylariga olib borib qo'yib turishinglar kerak bo'ladi. Korzinkada o'z oyliklar kartaga tashlab beriladi va bugun biz kassir bo'lib ishlab topgan pulimizni bemalol ko'rishinglar mumkin.